uskunlari cheklik shirkati alohida qo'llagan. Küldür küldür elni güldürer. Anar yegan yigit qizlar şoklaydı. Bo'ldi, mayincha şok olsam bo'ldi. Analari teshlik, balalar teshikmi? Yaxshi. Kulib turib geningni mushunda so'rab olman deydi emas bu. Mening erim uyimning berkiti, balalarımning dadisi qo'zab. O'z mavtun kilinin deb qo'llarimga çok sepsigan bo'lsa. Küldür küldür elni güldürer. Mukash 75 haqiqiy import qilingan Abdul Moligrin. Küldür küldür elni güldürer. Onda olsa qizg'in alqishlarimiz bilan takliflik mehmonlarimizni sahnaga taklif qilsak, marhamat. Voyjon. Voy, qani bu odam ochaqa ming paslara. Voy, mana ketib borman-ku, mehmonlarni saqlab qo'ymay deb oldirayaptimi mana shu. Voy, ana degan bilan da mehmonlar bizni saqlab qoldi dema. Mana shu mehmonlarga oldirash shu. Onda olsa, mush beyitlarimiz bilan salom beryaptim-da. Ma'qul. Küldürüşke biz geldik. Lükçen halkı salımını hep geldik. Her xil meyvelerini tetip baksın dep geldik. Özüm qo'g'in anarlari o'xshaydi. Anar yegan yigit qizlar şoklaydı. Bo'ldi, mayincha şok olsam bo'ldi. Voy, yoshlarım 18'de to'xtaydi. Ko'ngillarni shodlaylashga biz keldik. Lükçün degan ınaqlıq makanı. Yaşadaydı Kompartiya zamanı. Yangritimiz şuna nağme navani. Xo'shalliqqa chumdirishga biz keldik. Rastaydilar otsi, rastaydilar. Taqqa qilib qo'yib gaplarni. Zevk qo'ydikmi, kuldirolmaysizlarni. Lekin tanshab zimin sazlarni. Qarindoshlik, muhabbati hep geldi. Bağdı ködüm yangının ne koçda baskan izim
Salam, Küldür Küldür programımızda sizlarni görüp intayını xushal bulduk. Ekran aldidagi qadrli ko'rmanlar, sahinde turayotgan bu el-nag'michilar, san'atkorlar bo'lsa, Pichon nahiya Lükjün bazarının xalq san'atkorlari. Xush keldinglar. Programımız yo'lga qo'yilgandan buyon nayta isim nomerlarni mushu sahnaga elib chiqyapmiz, lekin bugungi nomer alayda bir qurilma har qaysi jihatdan bo'lsin, nayta yangilik to'lgan bir nomer bo'ldi. Endi xalq san'atkorlarining mushunchalik bir nomerni naqsha, beatlar bilan, laparlar bilan nayta mukammal holatda mush sahnaga kelganligidan shaxsan men intayini xursand bo'ldim. Barcha mushu Ustazlar, karxanchilar ham Küldür Küldür programmamizdagi barliq xizmatchi xodimlarga vakolatan sizlarga rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Yaxshimisizlar ustozlar, karxanchilar. Rahmat. Biz bu yerda turganlar hammasi shu al ichi xalq san'atkorlari. Biz bugungi shu Küldür Küldür programmasiga qatnashish fursatiga ega bo'lganligimizni biz alamchi xush bo'ldik. Karxanchilarni, ustozlarni bizniki yurtimiz Lükjünga taklif qilamiz. Bahar nuriye içil durdi güler reyhan renani Küzüm kürdü bu dünyada Siledek bir deryani Can veydade Rahmat. Pichonning mushu Lükjündin atayin bizning mushu programmamizga kelib nomer qatnashdiganlarga ko'p rahmat. Men bek ta'sirlandim. Endi bugungi nomer Küldür Küldürga qatnashgan bo'lg'achqa mening kichik taklif fikrim bor sizlarga. Mushu arayalishga o'xshash menda she'riy bayonlarni qildinglar-ku. Mushu qismi ko'proq bo'lish kerak. Chunki bu teatr bilan munosabatli sahna mavjud. Küldür Küldür degan endi ko'rmanlarga xo'shallik, kulki ato qilishni maqsad qiladigan ko'ngil etish programmasi bo'lg'achqa, sap naqsh bo'lib qolsa, toza yaxshi bo'lmaydi. Shuningga bundan keyin qatnashadigan nomerlaringda ko'pchilikka kulki ato qila oladigan qismini ko'paytirsanglar. Masalan, ayolninki she'riy fikrlari, shunga o'xshash aytishlar, chaqchaqlar bo'lsa, men sizniki nimani ko'rib, cho'qim bir qiziqarli lapar bu. Chunki Turpanda masalan Nozirkumga o'xshash hamda laparlar bor, bo'lgan usullar bo'lgan, hatto usullarni nihoyatda qiziqarli, komediyalik tusda o'ynagan jut bu. Shunga bundan keyin sizlar shu komediyalik tusiga bakroq ahamiyat bersanglar deb taklif beraman. Rahmat Abdulla ustoz. Xristianliginglarga rahmat. Bugungi shu programmamizga xos bir jutning purg'ini ep kelibsizlar. Sizlardan bak xush bo'ldim. Rahmat sizlarga. Rahmat. Sizlarni qarshi olamiz. Eng avvalo yuqorida ustozlar aytgandek, ozroq qurilmasi bor bir nomerga, beshida beyt orqali bir salom yo'lladinglar. Oqidan usul borki, shu usulni toz yerlik desaydi ekansizlar, bizning kasbiy usulchilikka o'xshamaydigan Baştaq təmi var, usullarga o'tirliqdiki. Va yuqorida ustozlar bergandek shu taklifda kelar qatim bo'lsa, shu teatr tusini sal oshirib, beytlaringlar shunda tamlikkan tuq, yerlik she'ri bilan shunda yaxshi chiqadi ekan to'q. Shuni ko'paytib akasanlar deydigan bir taklifim bor. Rahmat sizlarga, javob chekdinglar. Rahmat. Juraqdin bizning bu programmaga Hüsn qo'shib kelganlarga shunchalik xush bo'ldik, shunchalik sevindik. Bulupning modadashdanki mush sahna tekinligi usul o'ynashligi ma jur'at to'yan degandek, shunchalik bir ayliqi eng bir qadimiy shunday bir puroqni ko'rib men bak o'zirinib ketdim, bak yaxshi ko'rdim. Bundan keyin davomli qilib keltirsanlarni umid qilamiz. Rahmat sizlarga, rahmat. Rahmat. Bahodirchi ustozlarmi o'zlarining ko'ngil so'zini aytdi. Albatta, shu Muhligirin Küldür Küldür programmamizga husn qo'shdinglar, ham ko'rib turibdik. Mush nomerga tayyorlik qilgan adam sonim intayin ko'p. Ammalarning vaqtinglarni chiqarib mush programmamiz uchun mush nomerni kelganliklaringizga yana bir qitim rahmatimizni bildiramiz. Albatta, shu karxanchilarimizning eng isil ko'ngil so'g'ilari bor. Programmamizning tajdorligini olgan Muhligirin silaqlash maydari.
Uşağın hemmisini sılıqlab ötəsən maçımada. Sizlarga biz şirkatning ko'nglidan endi mashinalar bola mashinalarga bo'lmaganlar navranglarning yoki bolalarning mashinasini pichan g'arbi aylanma yo'liga joylashgan mo'ligram maxsus setish do'koni bor. Shu yerda sizlar mashinalarni mo'ligram Abdullar bilan asrash mulozimatni so'q qilsam. Shundaqla shu akamizningki shu sizlarning ustozinglar ekan-ku. Ustozinglarga men Mo'ligram Abdullar nomidan yaxshi bir to'n kiygazsam. To'n kiygazsam. 8 aylarning hammalarga bir yurishdan sog'lomlik çaylarni shiknayt mas kelgan sog'lomlik chaynikidan bir yurishdan so'qling. Rahmat. Məmmu sizlərinin çiraylıq avazınlar, çiraylıq şu əsərlərlər üçün Sənəm şirkəti sizlərinin çeçinlərini gözəl qıldığan bir yürüş məqsədlərimdən hər birisinglərə bir yürüşdən soğat qolay. Rəhmət sizlərə. Rahmat. Bizimki maşın setiş şirketimiz Turpan'ın cidden maşın setiş orundan mecburi maşınlar var. Eğer maşını yapmakçı olsanlar biz baj, boşan, sortuna sonuq payganısar. Həmminlarınki işin çoğunu maşınınla bağa, yoxları balırıq bəsin, hər birinlağa əqliqtarlıq mavəliqə yol xatırlaş sistemisindən birinin sonuq bəsəm. Rəhmət. Salam sizlərə. Mən Şinjan Çindil şirketi namıdan şirketimizin məsulatlarından hər birinlağa Çindil köz rüşəlləşdiriş kapsuli, Çindil piyaz tabletlərdən maskəgindən sizlərə mənlağı soğat qılay. Ko'nglimizni qabul qilsanglar. Rahmat. Men Şinjan Qo'shtur Yemeklik Taraqqiyot şirketiga vakolatdan har biringlarga lag'man, so'miyan kasmi cho'plardan maylangi bir yurishdan so'q qilay. Dargi Biopan Texnik Soçak şirketimiz Fairlas markasida tabiiy o'simliklarni ham material qilib ishlab chiqargan mahsulotlardan hamda bizniki eng ko'zirliq mahsulotimiz bo'lgan Fairlas markasidagi aman ko'z ro'shanlashtirish chapliqimizdan bir yurishdan sovg'atlik qilsam qabul qilgaysizlar. Rahmat. Rahmat. Men Cho'ngstam shirkatiniki nomidan oila yurishlardan har birisingizga birdan sovg'a qilsam bu soğatlıqın içindən 600'lik maşını mükafat çıqıvatıdı. Nayt jiq şikayətdə qalsınlığımı çıxıb qılışını ümid qılmən. Navadı maşın çıxıb qap qalsam da mənlə patmaysızlar. Aş qılıb yerim olsun patısızlar maşınağa çö. Eydəb ketəsizlər. Lüksünge. Soğanı qabul qılğan bolsаңlar. Xoş gəldinglar. Nazifa şirketimizning bir yurish chinqachilardan har biringlarga bir yurishdan so'g'at qilsak, yoqtirib ishlatishinglarni umid qilaman. Mən Şinjan Rənalar Xalqara Soçak şirketi namıdan hər birinlarga məşu er ayollar ortaq işiltishga mos keladigan teri asrash buyumlari, shundaqla ikki adimizning bundan keyin texmo chiroyli, go'zal turish uchun yangidan ishlab bozorga solgan məşu Efrana markasiga rangli kirim buyumlardan bir yurish so'g'at qilsam, qabul qilsanglar. Ben Gumanaya İnaq Aile Yezilik Taraqqiyot Cheklik şirketidan bo'laman. Bizninkimi safarlarda ep yurish qulaylik, yurishlik mahsulotlarimizdan akimizga 2 yurish so'g'at qilsam, qag'allarga bir yurishdan so'g'at qilsam, qabul qilsangiz rahmat. Yaxshimisilar? Sizlarga Urumchi Yeşil Yaproq Soçak şirketimiz ishlab chiqargan Yeşil Yaproq markasidagi yoshlar va yashanganlarning o'rtaq iste'moliga mos keladigan Yeşil Yaproq sap sulu yarmisi va qora bug'doy sulu yarmisidan hadiya qilaman. Turpandagi vakolatlarimiz oilanglarga yetkazib bersin. Qabul qilgaysizlar. Rahmat. Rahmat. Şahsat Yağız Boşluqi doktorxonamiz shu akamizga 2000 yerlik qag'allarga 1000 yerlikdan shu davolash kartasini so'qsak, endi bizningki Turpanda o'rnimiz yo'q. Yana Urumchi shahriga uncha yaqin bo'lmagankin, Urumchi shahridagi go'zal Qo'shtashi, yana Shinxonali go'zal Qo'shtashi mehmonxonasining yeniga joylashgan Shahzod Yağız Boşluqi doktorxonasiga kelib bir davolash, yana Yağız Boşluqi umumjiyatdan bir tekshirishni qabul qilsanglar, ishlarning texmi yaxshi bo'lib ketishini umid qilaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Her biringlarga Şinjan Volkan Soçak şirketi ishlab chiqarib bozorga solgan shortuz selincha, shortuz yastoq qatorliq mahsulotlardan so'g'at qilay. Qaysi ehtiyojinglar bo'lsa, shuni avag'im bo'lsanglar. Rahmat. Rahmat.
barcha karxanchilarimizga rahmatimizni bildiramiz. Küldür programmamizga kelib, balkim ehra oldidagi ko'rmalarni mush nomerlarni ko'rib intayin suyundi, ham xo'shal bo'ldi. Rahmat sizlarga. Yana fursatlar bo'lsa, orliqmi yaqin emasmi? Programmamizga yana qatnashishinglarni chin ko'nglimizda umid qilamiz. Salomat bo'linglar, rahmat. 15 tane 9 75 haqiqiy import qilingan Abdul Moligrin. Küldür elni güldürer. Onda xo'sa qizg'in olqishlarimiz bilan mahirimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Men beqingga kirmayman, alanlaringni üzmayman, anlaringni üzmayman. Endi keldim aqlimga bala, nadan billa yurmayman. Vadi şu, avadi şu, oynayğanning dadi şu. Vay canım dostum. Yaxshi. Analari teshikmi? Ballar teshikmi? Yaxshi. Ey bunu chiroyli qimmat pulliq gulni ko'tirib nega mangdingiz? Sizlarchi? Hey men shu qinonning qashig'i mangdim. Menmi shu? Nima? Bugun qinoningizning tug'ilgan kuni emas-ku? Ha. Tug'ilgan kuni. Ikkimizning qaynonasining bir kun tug'ilib qolganda. Hey do'stak, mush qaynonlarning hammasi bir kun tug'ildi qaqshmamdi. Ey qanda, qaynoningiz yaxshi. Hey, qaynon degan qanday bo'ladi? Yaxshi. Sizningchi? Hey, yurvatimiz aytdi. Orolli deyilg'u. Ay canım do'stak. Mening bunu qaynonam bu yil 92 yosh kirdi. Yana shu yig'insin sanjib tug'un. Hey, navadımış gülünü kötürüp bağmaydıgan bolsam, yığınның yoğunu sanjamkin deyman qarab. Mening qaynonam bu yil 85 yosh kirdi. Yana shu zahrini chechib turgan. Bugun men mush gullarni ko'tarib tabriklab qo'ymaydigan bolsam, buruq turum bo'lib o'lim azariga. Hay, keldingmi oltin gulnim? O'tani yoqqa oltinam deb turgan bolsam, o'tirishtima yijib gülüp, yağan gülüp ishtak. Bundaq demisizlar. Sizning qaynonlari yaxshi odamlar. Uy boradigan bo'lsang, bordi, tök tashlaydi. Tök tashlaydi, biroq yaxshi emas. Hey, nemishqa yaxshi emas? Yaxshi emas dedimmi, yaxshi emas. Mana, sizning qaynonlari yaxshi. Uyga borsang, "Voy, keldingizmi? Oltin qizim, to'riga o'tinglar." Bir chini sovuq choy bersizmi, kulib turib ustida. Ey, gap shiyadi-ku. Kulib turib jiningni mushunda so'rab olman deydi emas bu. Zahar emas, zahar ichib qaytmaman. Sizning qaynonlari yaxshi. Hey, mening qaynonamning yaxshiligini sili bilanmi, yo men bilamdim. Sizning qaynonlari yaxshi dedim-mi? Sizning qaynonlari yaxshi. Keling, baslashayli. Xo'sh. Yo'q, baslashmaymiz. Baslashmaymişken. Endi men deyman. Bo'lsa, mush ishkimiz qaynonlarimizni tekshib yotay. Ay, nima deydiganday bunu xotin? O chaqda alrimizda ish kerak-da. O'g'li onasi qandaq turdi? Chiqindi bir anam yo'qlab kelay deb o'ylarkas, o chaqda men qandaq qilaman? O chaqda ishkali ko'p qoldi sizlar. Hey, mayli emas. Kes. Voy, tekton. Endi menga tegishli yo'tatdim. Xo'sh, biroq shu sal kelishmaydigan yeri bor. Qayeri yo'q. Mushu sizning eringizning jismoniy jihatdan sal nacharlashib qoldimikin deyman qarang. Voy, mening erim nacharligini sen nedim bilsan? Voy, tayinliqli. Ag'riqcham bo'lsa-mu, uyimda, yinda, qo'ynimda. Bildingmi? Mana sening ering dala qarab ketgan. Yil uya ketib qolgan, yo'qning o'rniga aro. Shunlash ishkanlik bo'laydi olsan-da sen zovanda. Mening erim haqiqiy er. Tala açıqsın mının, öyküsü birinin. Kantin çaksın, oğlu ola mening erim. Oğlu ola meşteki. Ağzını bayqat yakıl, çeçini julmay yana. Mening erim uyumning berkiti, ballarimning dadisi. Qozap. Ko'janda. Qozonda berkini. Tek ulanganca qozoldu elbette. Ağzını bayqat yakıl, mening erim uyumning qo'zsidimi qozam. Hey, senin erin öyünün qo'zisi bo'lsa, mening begimning bulbuli. Bulbulum, qani, voy gülüm. Dememe erimni. Qaysi bag'ning bulbuli u kekash. Oy, keyin anamni bir narsa san degin. Mun erimni tiltak yurishim ha. Voy, bishimni yeydigan. Voy, mangana. Hey, yo'q qana. Voy, bulanda. Ko'ylakning yo'qligini nima qilaysan? Nima shu ketib bu gullarga?
Ay neyim korktun beni gülümle 300 tengiga algan go ben bunu gülne. Hey şarımsın. Xondam Abrama bu aşk güllerini qaynanamның oldu gamdi. Vay sen gül apamsanmıçı qınanan bildosının qandaqlığını. Gül degen ko'ngil bildingmi? O degen mehribonlik. Hey sen nädim bilsey undaqni melni. Mening ana qizil gülni yaxshi ko'rdi. Mushu qizil güldek içilip tuğan. Ballarını şunchalik yaxshi tarbiyaladi mening anam. Bulupmu mening erimni. Mening anam moda gülni yaxshi ko'rdi. Mushu bardigan bo'lsam o oltin gülünim. Sizni qizim degim kelib ketdi, kelinim degim kelmaydi deb ketdi mening anam. Ballarımni bextaygan anam. Oy anam. Ömrünüz uzun bo'lsin Oy anam. Ay chiroyli anam. Anam, chiroyli anam. Hey. Bo'ldim ha. Sen yursan. Hey, manga ne? Yur. Qara, mening muni qiynanam. Samsını yaxshi ko'rdi qara. Shuningga sams etib bangdim. Uyga bardigan bo'lsa, mush keldingizmi oltin kelinim deb qo'llarimga cho'k suyib turgan bo'lsa, mening anam shunday sams etib bangdim qara. Mening anam o'liqdan yaxshi ko'rdi. Bardigan bo'lsa bu oltin kelinim, siz pishirgan o'liqnandek hech kim pishirolmaydi deb ketdi mening anam. Shunlashqa o'liqdan pishirib atmangdim. Oy. Qacha aytgan bu o'liqdan ne? Nega? Aytsinchi. Es anam deymo seni, qaynanam deymo seni, qaynanam deymo seni. Ballarımni bekpagan, hem xo'chum deymo seni, hem xo'chum deymo seni. Ay, kel oynaylı ballada. Hammamizga ayanmış Güldür programımızın körümelleri Hatime Adem'ni intayin iniq tunuydu. Muşu bizim programımızda rekord yaratıp ayalının yumur sözlügen iş istirib ketgan. Abaydan beri kayni sahnada mush Hatime Adem bilan Rizongul intayin jiddiyleşdi ve biz sahne sözümüzü unutup qalamizmi deb men sizlar yelib bir rolga kirgitsizlar. Shunchalik yaxshi o'ynab etisizlar degandim mana. İtot o'rinlar, mushinchilik o'rinlar. Aldımda bir salmolar beritamsizlar. Qaynanamga o'rnay yo'q, mimalayson deb keldi. Mert sehi mimallarga egilib salam ep keldim. Yaxshimsizlar, bog'liq ustozlar, yaxshimsizlar. Mert sehi karxanchilar bir odamni quruq qaytirmaysizlar. Hammanglarga Hatime Umardan seg'inib salam, oliy ehtirom. Yaxshimsizlar karxanchilar, yaxshimsizlar bog'liqchilar. Merzongul Abdurrahman sizlarga seg'inib salam, oliy ehtirom. Rahmat. Şuna yaxşı o'rindinglar. Albatta bu ishkaylanmış programımız qatnashgan mahirlar shuning uchun ustozlarningki baholarni anglab baqsaq. Aldı bilan sizlarning mushuk sahnamizga, ya'ni Molligirin Güldür programmamizga kelganinglarni qizg'in qarshi olamiz. Sizlardan bek suyundim. Chunki bizning ayol san'atkorlarimiz bo'libmi mayli, Allohim bo'lsin yo boshqa chaqchaqlar bo'lsin, bo'libmi siz Hatime tunji qitim shu ayollarning ichidagi birinchi bo'lib yumur so'zlagan. Yumur chaqchaq so'zlab chiqqanda biz shunchalik suyungandik. Bugun yana bir guruh bo'lib kelibsizlar. Shunchalik suyundim. Bizningki shu programmamizda sizlarningki shu bundan keyingi texim nadir bir yaxshi ashtaq bir aktiv energiyalik mana nomerlarni olib chiqishinglarni men yana chin qalbimda umid qilaman. Kichikgina bir fikr beray. Hatime o'zingiz yolg'iz siz yumur so'zlagan vaqtida bek erkinsiz. Shunchalik erkin, andikin ayt bir salmoq men shu kun birinchi qitim ko'rganda bek bir xil sizni bek suyungandim. Bugun shunday yaxshi, lekin endi sahnadagi ba'zi bir yurish turish, ashyaga diqqat qilsanglar, ishkinglarning bundan keyin hamkorlashinglar texim yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat sizlarga, japat tatmanglar. Rahmat, chiroq yoqsiz shundaqmi? Chiroq yoqaman. Rahmat. İlgari shu programmamizga Hatime Adem qatnashib yumor so'zlagan vaqtida bu biz ham sizga ham shu programmamizga qatnashgan barliq mahirlarimizga o'zininki intayin yaxshi nomer kelganligini shuning bilan birga o'zini texmi mukammallashtirib yangicha bir qiyofatda programmamiz kelishini taklif qildik bugun. Men o'yladim Hatime Adem o'zi yumor so'zlagandan endi itot o'ynashga tushdi. Endi bu kasbda o'qimagan o'zining qiziqishi bo'yicha mushuni itotni ko'rib, o'zlashtirib, sahnaga chiqdi. Mush jarayonda biz
ko'zimiz bilan bir 2 minut ko'rgan bilan nurg'un jarayonlarni boshdan kechirib, nayt tirishchanlik bilan bu sahnaga keldi deb o'yladim. Rahmat. Firat ustoz. Men Xotima xonimni past ko'rib tunmabdim majbur aslında. Baştama. Ben oldin qitimda obraz bilan ma itotlik obraz osmon zamin farq qo'ygan ekan. Boya o'rinlayotganini yo'q tunudim. Ha deb haqiqatan ilgirlash intayin zo'r. Oldin qitim biz hamda sizning shu yumorlaringizni anglab boya Ramila degandek ashunday talablarni, ashunday takliflarni bergan. Hamda yolg'iz kishilik yumor so'zlash bilan hamda mana ito xarakteri va narsaning xili zo'r farqi bor. Bu hamda ikki kishining maslisi, andan keyin shu so'zlarni, shu yaxshi dialoglarni yatlab, shu itotning ritmini Raurs bir akilish bilan andan keyin bu ancha-muncha kulki qo'zg'aydigan, mandaq bir chiqadigan hamkorlikdan chiqadi-ku bu. Şu ikkiinglar jiq reptis qilibsizlar, sizlarga cho'qim nomer beramiz. Sizlarni ilgirlash intayin zo'r. Rahmat, rahmat. Bek tirishchanlik ko'rsatsizlar, ben xo'sh bo'ldim men nomerni ko'rib. O'tganda yolg'iz kishi nomerimizda shunda biz xo'sh bo'lgandik-ku. Bugun yana xo'sh bo'ldik. Yana davomli tirishishinglarni umid qilaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Mening boshqa hech qanday nimam yo'q. Bugun qo'shgan do'stingizmi? Xeli amdalla yaxshi o'ynabdi, qarang. Qalmuratni dedi-ku, endi sizlar aktyorlik kasbida rasmiy o'qib baqmagandan keyin mushinchilik qilmoq bek tas. Yomon jiqmash qilibsizlar. Menimcha hech qanday nimiz kam bo'lmadi. Denishni ko'rib turib bo'lgandinglarda, agar rejissor bugun mani siz menda qilasiz desa, sizlarda chatoq yo'q. Bu qilib ketalaysizlarda. Mana bu sizlardagi ilgirlash, sizlardagi qobiliyat. Rahmat. Rahmat ustozlar. Albatta, karxonchilarimizning ko'ngil so'g'isi bor. Ha, yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Yana mening berdigan so'g'itim oldin qitimga o'xshash. Ya'ni mo'ligirin siliqlash maylari bilan mashinalarni asrash bilan so'q qilaman. Do'konning o'rnini bilasiz. Buda do'stingizni elib, davandiki yoki sandung bir yarasidiki asrash do'konlarimizga berib, shu mulozimatni qabul qilsanglar. Rahmat. Rahmat. Men Cho'ngstam shirkatining nomidan bir yurishdan har bir singilga tetik so'q qilsam, tetikning ichidan shu oltin uzuk mashina mukofotlar chiqyotdi. Amal navot chiqib qolsa, bizning shirkatlar aloqalashib naqlashtiryapmiz. Rahmat sizga. Sog'am qabul qilsanglar. Rahmat. Xush kelibsizlar. Nazifa shirkatimizmi har bir sonlarga bir yurishdan Çinqatçımızı bəsək, yaxşı görüb işiltişinlarını ümid qilman. Rahmat. İfrana girimçiligidan, İfrana qash kirpik o'stirish javridan so'g'at qilsam, unudan boshqa shu Gulbarga lavsuruqlarining har bir xil ranglardan so'g'at qilsam, yaxshi ko'rib ishlasanglar. Rahmat. Rahmat. Xush keldingiz Xotima Rizvangul. Bizning Inoq Aile shirkatimizning Inoq Aile markasidagi yurishlik mahsulotlaridan bir yurishdan so'g'at qilsam, qabul qilsanglar. Rahmat sizga. Rahmat. Yaxshimisilar Adila? Ishkinglarga Yeşil Yaprak markasidagi ilmiy ozuq qo'llanishga mos keladigan Yeşil Yaprak sulu etgan chay talqindan bir yurishdan so'g'at qilay. Rahmat. Rahmat. Yaxshimisilar? Shaxsat eg'iz boshliqi bizdan 1000 yuanlikdan shu eg'iz boshliqi asrash kartasini so'q qilma. Rahmat sizlarga. Rahmat. Yaxshimisilar? Bizning shu olqan so'chaklik shirkatimiz maxsus shu ayollar uchun tayyorlagan silinchimiz bor. Sizlar uchun bir ko'ngil so'q qilib Rahmat. Rahmat. Yaxshimisilar? Yaxshimisiz? Sarkar elektr uskunalari shirkatimizga vakolatdan sizlarga shu oilalarda sap meva sharbati chiqarib ishlatadigan uskunamizdan bir yurishdan so'q qilsam. Rahmat sizga. Rahmat. Sanam shirkatimiz hamda izchil hamda shu chash bo'yoq sohasida iste'molchilar intayin yaxshi ko'rib kelgan bir shirkat. Julaliq chash bo'yoqlarimizdan bir yurishdan so'g'at qilay, andan chash so'pularimdan so'g'at qilay, andan chash asrash mahlimlardan hammasidan bir yurishdan so'g'at qilay. Rahmat. Rahmat. Yaxshimisizlar? Bizning VJV mashinalardan sizlarga axlat xitorliq yo'l xotirlash uskunasida ishqillarga birdan so'ni qilay. Rahmat. Yaxshimisilar? Yaxshimisiz. Men Şinjan Çindil şirkati nomidan shirkatimizningki ko'zur mahsuloti ko'z rushallashtirish kapsuldan har ikkilanglarga bir yurishdan so'g'at qilay. Rahmat. Rahmat. Yaxshimisilar? Yaxshimisiz. Men sizlarga Şinjan Qo'shnur yuvish buyumlari shirkati ishlab chiqargan Qo'shnur markasidagi kir yuvish, qoch yuvish mahsulotlaridan
bir yurishdan sovuqlay. Rahmat. Yaxshimsizlar? Yaxshimsiz. Bizningki Bergi Biopantexnik cheklik shirkatimizning albatta sizlar uchun ko'ngil sog'isi bor. Ya'ni bizningki shu Fairlas markamizda pichlanmamiz bor, so'g'sagan lekin intayin tez sur'atda eriydigan. Mana shunday yuqori pantexniklik mahsulotimizni ishlatish orqali o'zinglarga sog'lomlik tepishinglarni chin ko'ngildan umid qilma. Rahmat sizlarga. Rahmat sizga. Rahmat. Barliq korxonchilar sizlarning nomeringlardan ayt uzr oldi. O'zining eng esil mahsulotlarini sizlarga sovg'a qildi. Molligirin kuldir programmamizga qatnashib, programmamizning kayfiyatini texmo bir bardaq yuqori ko'tarayotganlar. Xadimada rahmat ajr qilibsizlar. Yana shu kuldir programmamizni ko'rishaylik. Haqiqiy import qilingan Abdul Mo'ligirin. Küldür elni küldürer. Ömrüde yüzüdün şag kirgil onu adamla emeste. Başkalı dikemiz Coca-Cola'nın çoça deyip cügüne. Nimda kiraylık kimlik la bu? O kaçmış kalırım. Yat edemez biz mi kaşkalım? Kapamak nakaba. Çileknin içinde sizden balık kız bilmeyi taş yutup kaptı be. Sil telefon kabiliğin telefon toktap kiptik ya. Bidem diken kayıt vurpakslı ya. Ya bu mu seynir kız bakalım ya. Küldür elni küldürer. İhra aldidagi qadrli ko'rmanlar, hammamizga xushallik ato qilayotgan Molligirin kuldir programmamizning bu soni mushada oxirlashdi. Kelar san programmamizni ko'rishaylik.